Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Sizlarni biz hammanglarni İstanbul Türkiye'nin Kocaeli vilayeti Kartepe dengiz yüzünden neçe ming metr egizlikte bo'lgan tog' ustidan biz dünya 7. qatimliq Dünya Sharq Turkistonlar qarindoshlik uchrashuv faoliyati bugun birinchi kuni boshlandi. Mushu faoliyat maydonida, naq maydonida sizlarga salom yo'llayapmiz. Bugün biz bu albatta bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan qarindoshlarimiz keldi bu yig'inga. Biz endi bugun mushu faoliyat munosabati bilan chetlardan boshqa davlatlardan kelgan qarindoshlar bilan ayrim suhbat elib ularning ta'sirotlari haqida to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan men bugun hozir studio bizniki mehmonimiz bo'lib qolgan hurmatli Germaniyadan keldi, o'zi Germaniya Myunxen shahridan Uyg'uriston Ozodlik tashkilotininki raisi Osmonjon Tursun afandim bizning mehmonimiz bo'lib turibdi. Shuning bilan o'tkazgan suhbatimizni hozir diqqatingizga sunamiz. Oldi bilan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Qisqacha bir tunishtirib o'tsangiz oldi bilan. Rahmat. Bu qatimqi 7-ci qatimliq o'tkazilayotgan Sharqiy Turkistonliklarning dunyo uchrash yig'iniga Germaniyadagi Uyg'uriston Ozodlik tashkilotiga vakolatan bu yig'inga qatnashib o'tiryapman. Demak, biz bu qatimqi Sharqiy Turkistonliklar uchrash yig'inida shu Sharqiy Turkiston davosida yuz berayotgan qiyinchiliklar hal qilish masalalari ustida o'zaro fikr birligi almashtirish uchun bu yig'inga qatnashib keldik. Rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Hurmatli Osmonjon, men sizdan tunji bo'lib so'raydigan savolim, siz bundan burunmi xato xotirlagan bo'lsam, balki o'tgan yil emas, uning oldingi yili o demiş o. Bu qatim Turkiyaga kelishingiz, bu faoliyat kelishingiz ikkinchi qatimliq o. Mush faoliyatlar bu yil men 7-ci qatimligini o'tkazib o'tiribdi hamda sizningki mushu faoliyatdan umumiy shaklda his qilganlaringiz va buningki bu faoliyatninki ortiqchilik talablari va kamchiliklari nimalarni his qildingiz? Mushu haqida fikringizni aytib qo'ysam. Rahmat. Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining bu Sharqiy Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining yig'iniga qatnashishi, ya'ni izchil davomlashib kelyapti. Bugun yani meningki ikkinchi qatimli qatnashishim bo'lgan bilan, ammo bizning har yili Uyg'uriston Ozodlik tashkiloti nomidan har yili birdan vakil avatyapmiz. Demak, bu uzluksiz davomlashayotgan yig'in jarayonida biz Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining vakillarini bu yig'inga avatish orqali Sharqiy Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati bilan Uyg'uriston Ozodlik tashkiloti o'rtasida hamkorlik o'rnatish, qarindoshlik o'rnatish, bu orqali düşmanımız bo'lgan, yani ortak düşmanımız bo'lgan Xitoyga ortak qarish turish, yani ortak strategiya tuzish. Bu jarayonda ortak hamkorlash maqsadida har yillik yig'inga izchil qatnashib kelyapmiz. Bu qatimqi ichilayotgan bu yig'in ajoyib bir xil tarixiy davrga to'g'ri keldi. Ya'ni bu qatimqi shu Tayland voqeasi, yani Taylandning Uyg'urlarning qaytarilish voqeasi, ham uning ilgariki yuz bergan voqealarning ta'siri natijasida Uyg'ur masalalari xalqaralashayotgan bir tarixiy davrda İstanbulda mundaq bir Sharqiy Turkistonliklarning hamkorlik, qarindoshlik uchrash yig'inininki ochilishi bu albatta Xitoyga beriladigan cho'ng zarba. Mushu uchrash orqali biz kundan kunga xalqaralashayotgan bu da'voning siyosiy strategiyasida qanday hamkorlik yo'lida mang'alaymiz, yani qanday strategiya tuzalaymiz degan fikrlar bo'ldi. Demak, bu yig'inning bugungi ochilish murosimidan tortib hozirgacha elib berilayotgan suhbatlar bizniki haqiqiy, yani da'vo ehtiyojimizdan chiqadigan yo'nalish qarab ketyapti demoqchiman. Rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Endi ikkinchi bo'lib so'rasam, endi siz mushundaq yig'inlarning albatta bizningki Sharqiy Turkiston xalqininki eng oxirgi maqsadi bo'lgan davlat qurishdan iborat bu nishoniga albatta mushundaq qarindoshlarning har qaysi jamiyatlarning har qaysi sohalarda xizmat ko'rsatayotgan tashkilotlarning bo'lsin birlashib bir qo'ldan bir yondan bosh chiqarish yo'q to'g'ri keldimda mushu faoliyatlarninki siz 7 yil davom qildi. Biz Türkiye'nin ichidan bo'lsin nurg'un ijobiy
nimalarni anglab turibmiz masalan bu da'voning yaxshi ketayotganligiga. Siz Yevropada xizmat qilayotgan Yevropada bu da'voninki yurgizayotgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan shundoq faoliyatlarninki bizningki da'voyimizga ko'rsatgan ta'siri qandaq ijobiy ta'sir va ya'ni qandaq hozirgi davomlashayotgan narsadan texmi ko'proq ilgari surish uchun qandaq ishlarni qilishimiz kerak masalan tashkilotlar. Albatta dunyoninki siyosiy vaziyatning o'zgarishi nihoyatda tez ketyapti. Ya'ni bundaq tez o'zgarayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlar ichida Sharq Turkiston masalasi endi qilib aytganda, qanday qilib bu davlatning mustaqilligini qo'lga olish uchun bizningki xorijda turib, ya'ni muajiratdagi mayli Sharq Turkiston tashkilotlari bo'lsin, mayli siyosiy faoliyatchilar bo'lsin, bularning yilda bir emas, hatto kerak bo'lsa oyda bir uchrashib degandek o'zaro saqlanib ishlanayotgan xizmatlardagi kamchiliklarni tugutish, ortiqchiliklarni joriy qildirish orqali o'rtaq bir hamkorlik, o'rtaq bir birlik, o'rtaq bir strategiya asosida Xitoyga qarshi kurash qilish uchun bizning ko'plab uchrashishimiz kerak. Endi bu Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining 7-qatimliq yig'ini qatnashib o'tiribdik. Bu yig'in har yil davomlashyotadi. Bundaq yig'ilishning, bundaq uchrashishninki siyosiy ahamiyati, tarixiy ahamiyati intayin yuqori. Masalan, shu Xitoy tajovuzchilari hatto vatanning o'zlig'i bir yerga to'plashib qolgan Uyg'urlarni cheklash, ya'ni bularni jazolash siyosati olib boryotadi. Hatto chet elning sirtidami, chet elning sirtida, ya'ni vatanning sirtida Uyg'urlarning, siyosiy faoliyatchilarning, siyosiy tashkilotlarning bir yerga o'rtaq bir plan tuzishni, o'rtaq bir bayroq ostida harakat qilishni xohlamaydi. Ya'ni bular pochilab boshqarishni, pochilab buzishni maqsad qildi. Shu sababdan bizning qancha ko'p bir yerga yig'ila olishimiz, qancha ko'p atrofli plan, programma, strategiya tuzalsak, shu plan, programma, strategiya ostida Xitoyga qarshi bayrog'imiz ro'shan holda harakat qilsak, albatta mustaqilligini uzun qolmagan vaqt ichida qo'lga keltiramiz. Buning uchun bizning xalqaroliq uchrashishlarimiz nihoyatda izchil, to'xtab qolmasdan elib berilishi, har yil ilingan qarorlarning davomli ijro qilinishi, bu qarorlar ostida yangi natijalarning qo'lga keltirilishiga bunday yig'inlarning intayin ko'p ijobiy ta'siri bor deb qarayman. Rahmat. Endi sizning shu oxirgi gapingizga, oxirgi javobingizga asosan shunda bir narsaga, shunda bir fikrga so'z bergim kelyapti bu yerda. Siz Uyg'uriston, Germaniyada Uyg'uriston ozodlik tashkilotidan bilan xizmat qilyapsiz. Vatanimizda biz bu yerda Sharq Turkiston, siz ekran oldidagi ba'zilar masalan sizni tushunmaydigan, bilmaydigan, tashkilotingizni bilmaydigan insonlar balki boshqacha o'ylashi mumkin, nimashqa Uyg'uriston qo'yib olgan deb. Men shu sizga bir og'iz so'z bersam, o'sha yerda Uyg'uriston bilan Sharq Turkistonning sizning nazaringizda farqi bormi, yo'qmi? Siz ikkisini o'xshash deb qaramsiz? Kelgusi bizning vatanimizning nomi Sharq Turkiston Cumhuriyeti quriladi, qanday bir shaklda qurilishi bilan Uyg'uriston qurilishining o'rtasida farqi bormi siz uchun? Endi bu nihoyatda murakkab bir zil siyosiy savol bu. Buningga javob berish uchun bu yerda ikki nuqtani oydinlashtirishga to'g'ri keladi. Bizningki maqsadimiz agar Uyg'uristonda mustaqil bir davlat qurish bo'lsa, dushmanimiz Xitoy bo'lsa, o chog'da shu Xitoyni dushman bilgan har qanday tashkilotlar, uning ismi nim bo'lsin, Sharq Turkiston bo'lamdi, Uyg'uriston bo'lamdi, Turkiston bo'lamdi, yana boshqa bir nomlar bo'lamdi. ismning qanday bo'lishi, ularning tuzib olgan siyosiy strategiya programmalarini qanday qilishidan qat'iy nazar, agar dushmanni bir deb shuni bir qaraga ola olsak, u chog'da shu dushmanga bo'lgan o'rtaqlik natijasidan biz ittifoqlashimiz kerak. Bu yerdagi mayli Sharq Turkiston nomini qo'llanaylik, mayli Uyg'uriston ismini qo'llanaylik, mayli Turkiston ismini qo'llanaylik, bularning o'rtasida hech bir siyosiy jihatdan ziddiyat yo'q. Chunki bu davlat qurilgandan keyin davlat qurish harfisida biz davlatning ismini haqiqiy shu jangga qatnashib davlatning ozodligini qo'lga keltirgan millatning vakillari bilan o'ltirib belgilaymiz. O çağda milletin vekilleri oturup Şarkı Türkistan buludu dep avaz verse Şarkı Türkistan buludu. Uygurustan dep avaz verse Uygurustan buludu. Devletin gribi, devletin bayrağı, devletin teritorisi, muşu neslerinin hemsi devlet kuruluşu harfisinde millet vekillerinin kararı arkalık belgilindi. Devlet kurucu boğa arlıkta kişilerin fikri göz karışının okşaşmasılık sebebinden özara düşmenge ayrılıp devlet kuruş hareketimizin devlet kuruş gücümüzni birleştiremezlikning o'zi bu bizga siyosiy safatsizlik yoki Xitoyning hilasi bo'ladi.
Shuning uchun men albatta Uyg'uriston degan ism bilan Sharq Turkiston degan bu ismning muborak ikki ismni o'tirsa hech qanday farqni his qilmayman. Chunki bu haliqi birisi tarixiy siyosiy nom. Ham yeni birisinin tarixini tadqiq qilsak, albatta siz yaxshi bilasiz, ayni vaqtdagi 33-yil 11-yilning 13 kuni Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining oldi kendi davlat qurish harfisida albatta Uyg'uriston Islom Jumhuriyati, Uyg'uriston Jumhuriyati degan bu so'zlarni o'tirg'i tushgan. Shuning uchun bizning tarixiy yordamchisi sifatida Uyg'uriston Jumhuriyatining tangisi bor qo'limizda. Buni bu inkor qilib bo'lmaydigan tarixiy paket. Shunda qo'ygankan biz sen Sharq Turkiston dedim, men Uyg'uriston dedim deb o'zaro chatga qish qo'ymaydi. O'zaro hurmatlab, chunki har ikkisining o'rtaq dushmani Xitoy davlat qurgan zemini bir, unda qo'ygandan keyin bizning hamkorlik nuqtamiz düşmanga qarab belgilandi. Agar düşmanni boshqa tutsak, o chaqda hamkorlashamaymiz. Shu nuqtadan mayli Sharq Turkiston desin, mayli Uyg'uriston desin, har holda biz xalqimizniki irodasiga hurmat qilishimiz kerak. Yani tashkilotchilar, siyosiy faoliyatchilar. Chunki Uyg'uriston degan ismni davlatning nomi qilish uchun harakat qilayotgan o'tirasiyat qarindoshlarimiz bilan aytijik. Bularning siyosiy arzusini ham o'tirib qilishimiz kerak. Hem bu bizning tarixiy nuqtadan o'zimizniki tarixiy nomimizni hurmat qilishimiz kerak. Lekin bu ikkisining o'rtasida ziddiyat paydo qilish yoki ikkisining o'rtasida surkilish paydo qilishning o'zi bizniki siyosiy safoyimizning tuvanligidan iborat. Texnik cho'nqirlab kirsak, bu Xitoyning bizga o'yin o'lishiga men bu ikkisini o'rtasida hargiz farq his qilmayman. Shu sababdan bu qatim men Uyg'uriston Azaq tashkilotining alayda vakili bo'lib, Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatining 7-qatimli uchrashuviga o'zim shaxsan keldim. Men uningdan ilgari har qatim tashkilotimizning nomida adam evatyapmiz. Buning o'zi bizning o'rtamizda dushmanimizning birligidilla bo'layotgan bu birlik hamdi. Shu sababdan men farq his qilmayman demoqchi. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi ish baydingiz. Eng oxirgi savolim Sharq Turkiston dunyo miqyosida mayli Turkiya boshda bo'lish bilan albatta Turk dunyosining eng kuchli davlati bo'lgan Turkiyada bir qadar kuchli ketyapti da'voninki yo'li izlab menayotgan strategiyasi. Sizce butun dunyo miqyosida Sharq Turkiston da'vosi bugun qaysi tariqada, qaysi shaklda ketyapti? Kelgusini qanday ko'rasiz bu da'voning kelgusini siz? Albatta biz Sharq Turkiston da'vosi deganda oldindan bu da'voning xarakterini arishimiz kerak. Bu da'voning xarakteri zot qanday da'vo? Agar bu da'voning xarakteri vatanimiz Uyg'uristonning Xitoy tajovuzchiligini qo'g'lab chiqarib, mustaqil bir davlat qurish xarakterini olgan bo'lsa, bizning Sharq Turkiston da'vosi Sharq Turkiston masalasi bo'lib bu xalqaralashdi. Chunki bu Sharq Turkiston da'vosi rayon xarakterlik da'vodan olqib xalqarалық siyosiy da'voga aylandi. Masalan, bu Sharq Turkiston da'vosi nomi ostida harakat qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi deymiz, Sharq Turkiston surgunki hukumati deymiz, Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati deymiz, Uyg'uriston ozodlik tashkiloti deymiz. Mushu tashkilot, mushu jamiyatlarning joylashgan rayon xarakteridan elib berayotgan siyosiy programma, siyosiy strategiya nuqtalaridan elib aytganda, bularninki birlashamaydigan, ittifoqlashamaydigan hech bir yeri yo'q. Shu nuqtadan agar biz hammamiz siyosiy nuqtadan ashu vatanimizdan Xitoyni qo'g'lab chiqarib bir mustaqil davlat qurish tek bir siyosiy iroda bo'lsa, bizning masalamiz xalqaralashgan Sharq Turkiston masalasi, xalqaralashgan Uyg'ur masalasi, masalan buni Uyg'ur masalasi deb tushuntirilganlarmi bor. Ya'ni rayon xarakteri qarab bo'ladi. Masalan, Amerikani markaz qilgan G'arb dunyosida bu Uyg'ur masalasi bo'lib tuyulyapti. Turkiyani markaz qilgan Arab islom dunyosi Sharq Turkiston masalasi bo'lib tuyulyapti. Mayli qaysi nomda atalsin, aşağıda Uyg'ur xalqiga yurgizilayotgan bir zulmning Xitoyning ostida, ya'ni mustamlika ostida turayotgan ashu vatanda Uyg'ur xalqi yurgizilayotgan bir zulmning mavjudligi, mayli qaysi nomda atilishidan qat'iy nazar xalqaro siyosiy kuchlarga bu tunilgan bir masala. Shu nuqtadan biz bu nozuk bu masalada albatta dushmanimiz Xitoyni bir deb tunsak, bizning birlashamaydigan, hamkorlashamaydigan hech bir yerimiz yo'q deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hurmatli tuzukdoshlar, shuna qilib Uyg'uriston Azadlik Tashkiloti raisi hurmatli Osmonjon Tursun efendim bilan suhbat o'tkazdik. İnşallah yana bir qatimliq boshqa bir suhbatda ko'rishguncha sizlarga Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.